Assalamu alaykum. Qanday olar yaxshimi? Alloh salomat qilsin. Inshaalloh bugun men sizlarga maxsus uyda hojatxonani tozaliq uy tozalaydiganqa haqiqiy tabiiy bo'lgan ziyonsiz tozaliq suyuqligi deb demoqchi. Hojatxonalarni odatda bozordan olgan nimalarni tozalasanlar, masalan, gazliq puroqlarni bilasizlarmi? Onlarga kelinglar kirdi ziyonliq. Mayli, masalan, her bir uyda masalan hamile ayollar bor yoki bo'lmasa yani bala emizdirganlar bor yoki yoshga cho'nglar bor degandek-ku ziyonliq bo'ldi masalan. Bu tabiiy bo'lgan, ham mikrob o'ldiradigan, ham tozalaydigan, tabiiy bo'lgan tozaliq suyuqligi yasashni deb demoqchi. Adi bilan bu qutamni ko'rdinglar, bu mana bo'sh holatda hech bir narsa yo'q. Bu quti tayyorlab oldim. Andan keyin bu qachamning ichiga men davomli ayrila olmaydigan tozaliqda karbonat yani suda saldım. Andan keyin az miqdorda tuz. Tuzmu tozaliqda yağni chiqaradi dedik-ku, maylash narsalarni chiqaradi. Tuzning kuchini deb bergandim sizlarga. Tuz solaman. Andan keyin limon tuzu. Buni nimalarga deb bergandim men. Bundan 5-4 tal bo'ldi. Qushaq bo'lgan uchun pishirdi. Mana shunchalik saldım. Endi buni ustiga davomli tozaliqda ayrilmaydigan aqarchiq suv. Buni eritib olamiz bir qachida. Mana ko'rdinglar, bu eridi. Endi men oldi bilan bu qutamning ichiga bu surahiga men su to'shqizib oldim, yani turbusiga. Buni qo'yaman. Yarim qo'ysak bo'ldi, qarang, men ozdan qo'ydim. Liq to'shqizmaymiz. Endi buning ustiga men to'kilib ketmasin deb buni ishlatdim. Hozir tangishib olgan aralashmamizni to'kamiz. To'kalmasin deb shuni qilib oldim. O'sha holatda andan keyin men yana oz miqdorda aqarchiq suv qo'shim buningga. Bu holatlarni to'kmay deb men mana yuqularini chayqab to'kay deb oldi bilan mush qachig'i qo'shib mana chayqab qo'yatay deb men mushuni chayqab qo'yatay deb o'ylab shuni qachiq qo'ydim. Shu miqdorda aqarchiq suv to'kdim. Yuqularini hech qaysi birisi ziyonsiz. Mana mush holatda sizlarning tabiiy bo'lgan bir tozaliq suyuqligingiz tayyor bo'ldi. Agarda boshqa bir narsa yo'q, aqarchiqlar bo'lib qolsa, aqarchiqni suvga aralashtirib, azroq limon siqib etib, mush qutilarga elib suv bilan qilsanlar bo'laveradi. Mana mush holatda bizning ziyonsiz bo'lgan, mikrob o'ldiradigan, nihoyatda tabiiy bo'lgan tozaliq suyuqligimiz tayyor bo'ldi. Buni mayli bizning tozaliq uyi eng mikrob ko'p bo'lgan o'rin bo'lganligi uchun men tozaliq uyiga hozir qildim buni. Agar sizlar boshqa ishlatsanlarmi bo'ladi. Ziyonsiz yani. Masalan, sudani mutamaq ishlatilmiz, tuzmu tamaq ishlatildi, achchiq suv tamaq ishlatildi, limon tuzini biz ishlatmagan bilan turklar yemak ishlatildi, tamoqqa qo'shildi degandek hammasi tabiiy bo'lgan tozaliq suyuqligi. Mana men sizlarga ko'ksib qo'yay. Mana tayyorlagan suyuqlikni tashdim. Qo'lingizdan ishlar qanday yana tozasanlar bo'ldi, tabiiy bo'lgan. Mana tepsidagi chiqqanda ko'rdinglar herhalde. Bu yani mana mushalatda chiqdi. Oldin dastlabki ko'rdinglar, hozirgi ko'rdinglar, har xil nimalarni chiqardi, ya'ni nima deymiz, uyg'urcha dog' deymizmi? Suv dog'larini. Shu yerlarni chiqardi ko'rdinglar-ku, mana mushalatda. Men sadece mishani ko'rsatdim sizlarga. Ya'ni har qanday tozaliq nimalarga ishlatsanlar bo'ladi. Bularmi hojatxonaga ishlatsanlar bekroq bo'lmoq, chunki mikrob eng ko'p bo'lgan hojatxonaga. Shu kerak ishlatsanlar bo'ladi. Endi bu yer men tuzroq o'tikaman.
ilgirki nimemde videomda gösterdim. Tuz ruhuninki nimelerini. Tuz ruhu kısım çıktı. Mana muş aletde bizim tazlık suyuqlığımız sayar buldu. Addilam hem. Yani muş aletde tazlık suyuqlığı tayar kısana buludu. İnşallah yeni mezmunlar her zaman sizler bilen buldu inşallah. Yeni bir videomuzda, ikinci videomuzda inşallah giremdeki yani meyli meyüsü tökülüp geçsin, yoki başka bir narsa tökülüp geçsin, onu çıkardıgan addi tabi usullarını sizler bilen ortaklaşım inşallah. Kanalımga abone olup koyasızlar inşallah.